Yo do'stlar, sizlar bilan bugun Bluecraft va negadir bugun eshigim ko'p taqilyapti. Hozir chiqib qarab qo'yaman. Va bugun biz mazza qilib Minecraftda video olamiz. Qani, shunday go. Qani chiqaylikchi. Velosipedda uchamiz. Wow. Bu kim? Bu menda. Kimni eshikni taqillatyapti? Xo'sh. Bu kim bu? Kimsan sen u? Kimsan? Men gapirmaydi. Gapir. Voy, bechkam deyam olib qo'yibdi. Eshikda chiqishga qo'y meni. Qo'y dedim mana. Voy, Bluecraft, men sizning obunachingizman. Bu mashina mendan sizga sovg'a. Men shoshilib turibman. Bo'pti, xayr. Voy, to'xtang. Qayerga ketyapsiz? G'oyib bo'lib qoldi. G'alati. Tezroq borib mashina ko'rishchi. Adashmasam ichida kalit bor deganda bo'ldi, sizlarga eshitilmagan bo'lishi mumkin. Hozir minib ko'ramiz. Naryoqda mish kerak edi aytgancha mana. Va minamiz. Mashinani vashshi haydab qo'yaman-da. Haydashni bilmayman. Mani mashinam bor, mani mashinam. Mashinam. Yo, bolalar, endi meni mashinam bor. Dachaga chiqmaymizmi deb qolani. Mashina tagini qaraylar, vashshi cho'tga. O'zimni kiyimim rangida ekan degan qizig'i. Qaraylar, biriga. Tezroq uyga olib borib qo'y, urvaman yana. Otlarni bosib ketib, qon sachrab ketmasin, ketdik. Uyga tezroq. Qani kelamiz. Voy. Bu yoqda opchaman. Men kuchliman-ku, hozir ko'rsataman. Qarab turlar. Ana, men kachokman. Qo'yamiz. Mana ko'rasizlarmi? Yomon tekis qo'ydim-da. Ko'rasizlarmi? Mana, vashimani. Akang kuchaydi. Bugungi videoda biz mashinamiz uchun angar quramiz. Unda biz narsalarni sotib olgan ketdik. Hozir izmirlarni birinchi sandiqdan olib olaman. Qani, izmirlarni oldik, ketdik endi. Adashmasam yaqinda bitta qishloq menga shu garaj narsalar haqida reklama qildi. Ko'raylikchi. Hadam tinglamiz olib olamiz. Qishloqi. Ha, Bluecraft. Sen menga anaqa narsalar bor deyapsizmi? Garaj narsalari? Ha, bor. Ha, bor. Senga kerakmi hozir? Men shoshilyapman, tezroq ayt. Menga kerak edi shunga. Narxi qancha? 1,5 stan. Izmirot. Yo. Bolalar biz o'zimiz bilmagan afsungarlar bilan yashayapmiz. Ular g'oyib bo'lib qolyapti. Hamma nimaga bugun hamma afsungarmi cho'ta? Qani nimalar bor ekan? Voh, biz hamma pulimiz o'g'iladi bu jit. Umardi yomon. Savdogarlar. Voh, mana bunga hamma benzin quyular ekan. Bu nima? Sovg'a beruvdi aytgancha. Uni adashmasam mashina chiqish kerak, mashinaga yordamchi. Ko'ramiz. Ba'zi bak bo'ladi, hozir ko'raylikchi. Qo'yib ko'raylikchi, bizga nima chiqdi? Ochilmayapti cho'ta. Do'stlar, bu ochilmayapti. Ochilmaydi ekan. Ketdik uyga. Uydan kilka olib chiqay. Bo'lmasa buzib bo'lmaydi. Bu adashmasam kilkada buziladi. Qani, kilka chiqib buzib tashlaymiz. Keyinchalik ochib yo'lni ko'ramiz. Qani go. Qani vo. Yana bir qo'yib ko'ramizmi? Qani qo'yib ko'ramiz, ochilmayapti-yu. Bak bo'lib qoldi. Keyinchalik urinib ko'ramiz yana bir. Buni hozir sandig'imizga turaversin. Keyinchalik bir urinib ko'ramizda bir. Qani bular nima? Bizga hamma temir blokdan olaylik. Chunki temir bloklardan biz garajimizni qurib olamiz. Temir kilka kerak. Mashinamizni birinchi olib turamiz. Rassog'irda o'zim mashina. Voy, jicha qoldi, tegmasligi yaxshi tegmadi. Mana ana. Buni eshit birinchi qo'yib olay. Shunga qarab quraman-da hozir. Mana. Ana. Mana shunday qilib qurib olamiz. Tezroq quramiz. Wow, tezlashtiryapman. Men tezlashtirdim videoni. Sizlarga 1 minut, menga esa 1 soatdek ketadi.
va obunachilar kanalga obuna bo'linglar. Biz 96 100 ta yaqinmiz. 4 ta obunachi bo'lsa, biz 100 ta bo'lamiz. Tezroq obuna bo'linglar. Va 100 ta bo'lsa, mendan juda yaxshi videolarni kutib qoling. Juda zo'r videolar chiqaraman hali. Zo'r videolar chiqaraman. Hop, ana bo'ldi uji. Tomini quramiz endi tezroq. Hozir darrada qurtay bu qatta qo'ydim. Tezroq. Bir qo'lga yelka, bir qo'lga blok. Hop, qatta. Ket, tezroq. Ana. Tayyor. Tugadi uji. Bu bloklarni endi yig'ib olamiz, qani. Tezroq. Men adashmasam aniq neda, lampalarni olgan edim, hozir o'rnatib qo'ying. Bak bo'lyapti. Chota bak. Endi nima qilamiz? Obunachilar hech qayerga chiqib ketmagan, yo'qolib qoldi. Hozir kamera qo'yib qo'ya qolaylik-chi. Kamera qo'yib qo'yamiz. Kamera qo'yib qo'ya qolamiz ekanda obunachilar. Qani kameralarni qo'yamiz. Monitorga ulaymiz. Вот, ulandi endi mana bu yen. Yomon bunday. Mana bu yen. Yong'um. Birinchisini tekshirib, ikkinchisini tekshiramiz. Chota вообще bak bo'lyapti. Ko'ramiz. Hozircha tinchlik. Men ko'rmayapman chota. Mayli. Tezroq. Tezroq qilib tashlaymiz. Bular buni bu yerga, bu yerga. Tezroq endi ko'lab olamiz. Qani tezroq ko'lan, temir ko'lkada chaqada biz ham boy bo'lamiz. Tezroq narsani qo'yaylik-da. Bu nima degani endi tushundim. Bunga biz benzin qo'yib qo'yamiz. Va любой paytda biz mashinamizga benzin qo'yib yuramiz. Hozir qani qo'yamiz. Hammasini qo'yamiz. Bularni quyilmay qoldi. Hozir chota quyilmayapti. Qaytib keldi. Bizning lampalarimiz. Bu yerga qo'yilmayapti. Bu yerga qo'yamiz. Yo'q, bu yoq qish bo'lib qoldi. Tezroq qo'y. Bu yoqdagi qish bo'lib qolibdi. Misni uramiz. Tayyor. Chiroq olib qo'yamiz, hamshira sotib olamiz. Ular endi buni onga ulaymiz, kulchatirga. Uladik, endi buni bu yerga qo'yamiz. Yondi, yop-yorug'. Tezroq bularni olib tezroq qo'yamiz. Nega? Bo'ldi, taraflandi. Tez. Yanami? O'tirib qo'yib bo'lmaydi, tezroq qo'yamiz. Ana 24% to'ldi, yaxshi. Yana bor ekan. To'ldiramiz 26. Yaxshi. Bularni ham qo'ysa bo'larmikan? Qani qo'yib ko'ramiz. Yo'q, bo'lmaydi ekan. Blok olib qo'yamiz. Yana bir qo'yib ko'ramiz. Olamiz. Qo'yamiz. Tezroq. Bo'lmadi. Endi mashinani olib kiramiz o'tkinchalik. Mashinamiz uchun qurdik-ku. Ko'taraman, olib kiraman. Hop, bunaqasi qo'ymaymiz, bunaqasi qo'yamiz. Hop. Ana. Hoppa, ana mashina. Mashinamiz kirdi. Endi buni benzin to'ldirib qo'yamiz. Hoppa, chetga turdi. Hozir benzin to'ldirib qo'yamiz. To'ldir benzin to'ldiramiz. Benzin tez to'ldirib qo'yamiz. Mazza qilib haydaymiz. Endi bol. Tol. Va ajibsam to'ldi. Qani, to'libdi. Qo'yib qo'yamiz bo'ldi. Va bizning angarimiz tayyor. Endi bizda mashina bor. Va любой payt kamerada kuzatib o'tirishim mumkin. Bu narsalar desa sandig'imga solib qo'yaman. Kerak bo'lib qolsa ishlataman. Bu yerda nima? Bu narsa bilan biz qayiqlar, kemalar, hamma narsa yasashimiz mumkin. Albatta keyingi videoda biz yashab ko'ramiz. Va hammaga salom. Xayr. Bugun sizlar bilan Bluecraft bo'ldi. Va biz bugun o'zim uchun kanal qurdim va kanalga obuna bo'ling. Chunki bizni ancha odam obuna bo'lmay kuzatadi. Hammaga xayr.